Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu ayollarda ko'p uchraydigan sut bezi raki va uni davolash to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiyaning asosli mazmuni mushu ayollarda ko'p uchraydigan sut bezi rakininki alomatlari, qanday qilib uni baldur bayqash va qanday qilib davolash unumini yuqori ko'tarish to'g'risida bo'ladi. Tövəndə diqqətinizlər şu leksiyanın təfsilatında bolsun. Süt bezi raki yoki emchak raki va yoki ko'krak raki deganimiz emchakdagi süt ajratib chiqarish bezlarida paydo bo'lgan yomon sifatli o'sma bo'lib, u ayollarda bo'libmi 40 yoshdan oshgan shahar ayollarida eng ko'p uchraydigan raklarning biri. Süt bezi raki qismen ahvalda erlerdimi görüldü. Süt bezi raki Uygur ayollardimi köp uçuraydı. Süt bezi raki yoki emchak rakininki alomatlari, kasallik alomatlari nimalardan iborat degan vaqtida süt bezi rakining asosli alomati emchakda yenidan paydo bo'lgan o'smaning tasodifiy bayqalishi bo'lib, dastlabida hech qanday kasallik alomatlari bo'lmaydi. Ya'ni mundaqcha qilib aytgan vaqtida ayollar süt bezi rakiga giribtor bo'lgandan keyin kasallik taraqqiy qilib ma'lum bosqichga yetkicha uningda hech qanday kasallik alomati bo'lmaydi. Faqatla tasodifiy bayqagan emchakdagi o'sma orqali bu kasalga giribtor bo'lganligini bilishi mumkin. Kasal taraqqiy qilib ma'lum bosqichga yetgan vaqtida oningdan keyin bu emchakninki shakli o'zgarib ketadigan yoki bo'lmasa totiq paydo bo'lib qoladigan yoki bo'lmasa ko'zga ko'rinarlik o'sma ko'rinadigan yoki yara paydo bo'ladigan yoki sut qon aralash sut oqadigan ahvollar bo'lishi mumkin. Bu odatda kasal hali taraqqiy qilib bir yerga borgandan keyin paydo bo'ladigan kasallik alomatlari. Süt bezi rakiga münasebetlik sonliq ma'lumotlar. Birinchisi, baldur bayqaganda to'liq davolab saqaytqili bo'ladi. Ikkinchisi, 5 yil umr ko'rish nisbati 90% atrofida bo'ladi. Uchinchisi, 50 yoshdan oshgan ayollarda ko'p uchraydi. To'rtinchisi, erlarning süt bezi raki umumiy süt bezi rakining 5%ni egallaydi. Beshinchisi, rak kesili tunji bayqalgan yosh oldiga surilmoqda. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida bu süt bezi rakining paydo bo'lish yeshi yoshlashib mangmoqda. Oltinchisi, yaqinqi yillardan buyon davolash jihatda cho'ng ilgirlashlar bo'lib, bemorning umri ko'zga ko'rinarlik darajada uzarmoqda. Bu shu yaqinqi yillardan buyanqi süt bezi rakiga bo'lgan davolash texnikasi bo'libmi, baldur diagnoz qo'yish texnikasiningki yuqori ko'tarilishiga ergishib, uninki davolash unumi ko'zga ko'rinarlik darajada yaxshilangan va bemorning umri ko'z ko'rinarlik darajada uzargan. Diagnoz qo'yish, ya'ni bu kasalga diagnoz qo'yishda qandaq usullar qo'llaniladi degan vaqtida birinchisi eng muhimi bo'libmi bak bu kasalni baldur bayqashda bemorning o'zini tekshirishi alohida ahamiyatga ega, ya'ni bemor o'zini tekshirib turish orqali bu kasalga baldur diagnoz qo'yg'ili bo'ladi. Texmi aniq qilib aytgan vaqtida o'zini tekshirish orqali shu ko'ksida
har qandaq bir binormallik yoki o'sma bayqalgan vaqtida darhol doktorga berib texmi ilgirlagan tekshirish ilib berishga to'g'ri keldi. Agar shu o'zini tekshirish jarayonida o'sma yoki binormallik bayqalsa, darhol doktorga ko'rinish kerak. 40 yoshdan oshgan ayollar yilda kam deganda bir qitim mammogram qilish kerak. Bu kasalga diagnoz qo'yishda nihoyatda muhim. Undan boshqa tomografiya saylash, ya'ni PET scan qilish bu kasalga diagnoz qo'yishda alohida ahamiyatga ega. Yuqori chastotaliq ovoz to'lqinlari orqali tekshirish bu hammamizga tonish bo'lgan tekshirish, ya'ni ultrasound degan tekshirish bo'lib, bu tekshirish orqali shu ba'zi sut bezlariga diagnoz qo'yish mumkin. Eng oxirida zarur bo'lgan vaqtida emchakdan to'qilma ilib tekshirish. Bu tekshirish normalda zaxmi keltirib chiqaradigan tekshirish hisoblanganligi uchun oldin tanlanmaydigan bir tekshirish. Qisman ahvolda shu ya'ni kasalga aniq diagnoz qo'yilmagan vaqtida operatsiyadan burun bu xil tekshirish ilib berilishi mumkin. Ko'pincha ahvol ostida bu tekshirishni operatsiyadan keyin ilib berish orqali bu kasalga nisbatan eng oxirgi diagnoz qo'yiladi. Normalda yuqorqi bir necha xil usul orqali ko'pincha kasalliklarga aniq diagnoz qo'yish mumkin. Faqat qisman ahvolda andan keyin bu inglizchada biopsi degan, ya'ni emchakdan to'qilma ilib tekshirish, ya'ni zaxmi ilib keltiradigan tekshirishni qo'llanish mumkin. Bularning hammasi shu emchak rakiga yoki sut bezi rakiga diagnoz qo'yishda ko'p qo'llaniladigan usullar hisoblanadi. Mana bu rasmda ko'rsatilgani shu ayollarningki o'zini tekshirish usullari bo'lib, shu orqali emchakda har qanday bir binormallik yoki o'sma bayqalsa, u vaqtida darhol doktorga berilib ko'rinib, yana ilgirlagan holda tekshirish ilib berish bakmi zarur. Undaqda bu sut bezi raki yoki emchak rakiga nisbatan qandaq davolash ilib berildi degan vaqtida birinchisi eng unumlik va eng asosli davolash usuli operatsiya qilib o'smini va uning atrofidagi tarqash ehtimoli bo'lgan limfa bezlarini to'liq kesib ilib etish. Bu davolash unumini yuqori ko'tarishda eng muhim bo'lgan davolash usuli hisoblanadi. Ikkinchisi ko'pincha ahvollar ostida operatsiyadan keyin bir qism, ya'ni operatsiya qilish imkon bo'lmagan kasallarga nisbatan ilib beriladigan davolash usuli ximiyalik davolash. Bu xil usulninki aks ta'siri ig'ir bo'lganligi uchun hozir ko'pincha ahvolda bu xil davolash usuli uncha qo'llanilmaydigan bo'ldi. Üçüncüsü radioaktiflik nur bilan davolash. Ya'ni bu xil davolashmi operatsiya bilan birga ilib berilishi mumkin. Operatsiyadan ayrim holda ilib berilishi mumkin. Bu xil davolash odatda shu rak paydo bo'lgan o'ringa qarta ilib berilgan davolash bo'lganligi uchun uning aks ta'siri nisbatan biroz töven, ya'ni ximiyalik davolashdan nisbatan uning aks ta'siri biroz töven. Shundaqdimi bu xil davolashninki shu nur tushgan joydagi teriga va o'pkiga ma'lum zaxmi ilib keldiganligi ma'lum. To'rtinchisi hormon orqali davolash. Bu xil davolash asosan shu ayollardagi ayollik hormonininki yuqori tövənligi bilan zich munosabatlik. Bu hozir ko'p qo'llanilayotgan davolashning bir turi bo'lib, bu davolash nisbatan aytgan vaqtida shu operatsiyadan keyin kam deganda 5 yil davomlashadi. Beshinchisi nisbatan biroz yangicha davolash usuli bo'lgan hisoblangan bo'lib, u nishonliq davolash.
oltinchisi bo'lsa immunitlik davolash. Bu nishonliq davolash bilan immunitlik davolash hozir nisbatan aytgan vaqtida bir xil yangicha davolash usuli bo'lib, bu davolashninki unumlari texmo ilgirlagan holda kuzatilishga ehtiyojliq. Rasmda ko'rayotganinglar ammo shu o'xshamgan bosqichdagi emchak rakiga unumli davolash ilib berilgandan keyin bemorning 5 yil va 10 yil yashash ahvoli bu sol tarafdagisi ammo shu baldur bayqalgan, nihoyatda dastlabki mazgilda bayqalgan rak kasalligi bo'lgan davolashninki unumi bo'lib, ya'ni ko'rayotganinglardagidek bu rak kasali baldur bayqalgan vaqtida bemorninki mayli 5 yil yashash ahvoli bo'lsin yoki 10 yil yashash ahvoli bo'lsin, asosan 100% ga yaqinlashadi. Mundaq aytgan vaqtida mutlaq ko'p sondagi ayol agar kasal baldur bayqalgan bo'lsa, unumli davolash orqali kam deganda 10 yildan ortiq yashashi mumkin. Bu sol tarafdan o'ng tarafga mangan sari bu kasalninki tadrijiy taraqqiy qilayotganligini ko'rsatadigan bo'lib, shu rak kasali birinchi bosqichga kelgan vaqtida uninki 5 yil yoki 10 yil yashash ahvoli taxminan 75% bilan 80% oralig'ida bo'ladi. Ikkinchi va uchinchi bosqichga taraqqiy qilgan vaqtida 50% dan tuvan bo'ladi. Ko'rayotganinglardek o'ng tarafdagisi 4-chi bosqichga taraqqiy qilgan vaqtidagi davolash unumi bo'lib, uningda asosan hech qanday bemor 10 yil yashash fursatiga ega bo'lamaydi. 5 yil yashash fursatiga ega bo'lgan ayollarmi aran shu 10% atrofida bo'ladi. Ya'ni bu kasal taraqqiy qilib 4-chi bosqichga yetgan vaqtida faqat 10% atrofida ayol 5 yil yashay olishi mumkin. Baldur bayqalgan vaqtida mutlaq ko'p sondagi ayollar 10 yildan ortiq yashay olishi mumkin. Shunlashqa bu yerda bu kasalga nisbatan eng muhim bo'lgani bu kasalni baldur bayqash. Kasal qancha baldur bayqalgan vaqtida davolashning unumi shuncha yuqori bo'ldi, bemorning umrimi shuncha uzun bo'ladi. Bugungi sut bezi raki yoki emchak raki to'g'risida qisqacha leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Aminglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Bu garchi ayollarda ko'p uchraydigan rak kasali bo'lsa-mu, hammamizning bilish zarur bo'lgan bir kasallik. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida hammamizningki onasi, ayoli, qizi va singillari bo'lg'achqa bizningki bu kasalni nisbatan savodlarga ega bo'lishimiz ularningki salomat yashashida nihoyatda muhim. Shunlashqa bu leksiyani hammanglar bilan o'rtoqlashdim. Oxirida hammanglarning tiniga salomatlik tilayman. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.